Birgina sayt orqali siz o'z ijtimoiy tarmoqlaringizni bitta joyga jamlashingiz va buni QR kod qilib chiqarib, sotsiyetlaringizni ustiga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Buni hozir qanday qilishni va qanday ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana shu Babelnik kanaliga kirib olamiz. Babelnik deb yozsanglar chiqadi, qidirsanglar Telegramdan. Keyin mana shu 19-noyabrda qo'yilgan postimni topib olib, mana shu saytda, bu saytda degan ma'lumotini ham berib o'tganman. O'qib chiqsanglar bo'ladi. Saytda degan ustiga mana yashil bo'lib turibdi, ko'k bo'lib turibdi. Mana shu bossanglar, mana shu sayt chiqib keladi. Xohlasanglar mana shu saytning o'zini, ismini любой bitta brauzerga yozsanglar chiqib keladi. Bitta bossanglar mana shunday chiqadi. Razmestить knopka tugani bosamiz. Sizlar besplatdan bosamiz. Buni pulli versiyasi bor, besplatniy versiyasi bor. Biz besplatniy versiyasidan foydalanamiz. Pulli versiyasi imkoniyatlari ko'p. Bu yerga masalan, vaše имя или название deyapti. Ya'ni brendingizni nomini yoz deyapti yoki o'zingizni nimangizni, ismingizni yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, men hozir Babelnet deyman. Babelnet deb ismini yozaman. Bu yerda основной silkani qo'y deyapti. Saytingiz bo'lsa saytingizni yoki основной bitta Instagramni, TikTokni shuni nimangizni silkasini qo'yasiz. Masalan, men Telegram kanalimni silkasini qo'yaman. Bu yerda tekst основной silka deyapti. Ya'ni mana shu qo'ygan silkangizni nomi hozir ko'rsatib aytib o'taman buni ham. Mana shu yerga ham masalan Telegram deb yozib qo'yaman. Telegram deymiz. Bu yerda informatsiya, ya'ni ma'lumot berib o'tasiz. Bu yozuvchi chiqib turadi основной nimasida. Masalan, bu meni ijtimoiy tarmoqlarim deb yozib qo'yaman. Mana bu meni ijtimoiy tarmoqlarim deb yozib qo'yaman. Bu yerda avatar qilsangiz bo'ladi, ya'ni rasm qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, lekin bu premium versiya. Bundan foydalanmayman desangiz, shunday qo'ymasangiz ham o'zi avtomatik qo'yilmaydi. Endi bizga kerak bo'ladigan Telegramimizni, mana Telegramda yozgan sotsial setlaringni kirgiz deyapti. Mana bitta turibdi yashil bu. Bu yerga sotsiyetlarni kirgizamiz. Masalan, bu yerga Telegram qo'yamiz. Vkontakte bo'lsa Vkontakte qo'yamiz. Menda Vkontakte yo'q. Facebook deyapti. Facebook ham yo'q. Buni ham o'chiramiz. Bu yerda menda borlarni qo'yaman-da men. Instagram, bu yerga Instagram silkangizni qo'yasiz. Masalan, mana shu qo'yib olaman men. Sizlar o'zlaringiz Instagram versiyalaringizni qo'yasizlar. Silkalaringizni. Bu yerda YouTube ham o'zingizni YouTube silkangizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlaganingizcha. Keyin bu yerda blok для связи deyapti. Men bilan aloqalashish uchun kontakt tashlab qo'yish kerak bu yerda. Masalan, bu yerga men o'zimni Telegram nimamni yozib qo'yaman. Masalan, menda Babelnet admin, bu mening Telegramimni ichkasi. Shunaqa deb yozib qo'yaman mana. O'zi avtomatik silkalar qo'yib berdi. WhatsAppingiz, Viberingiz, elektron pochta yoki telefon raqamingizni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda черный temami yoki oq temami shuni belgilaysiz. Bu yerda yana дополнительный silkalar qo'ysa bo'ladi, lekin bu ham pullik. Buni qo'ymaymiz biz, pullik qo'ygan uchun. Bu yerda дополнительный настройка premium. Premium degan joyi pullik. Buni kirgizsangiz pul to'lashingiz kerak, lekin biz uni qo'ymaymiz. Qora nimaga qo'yamiz? Bu yerda bu premiumni ishlatmaymiz. Mana shunday bo'lib chiqadi. Mana shuni opublikovatni bosganingizda sizlar Google pochtangizni registratsiya qilishni so'raydi. Registratsiya qilib olasiz. Oddiy registratsiya ham bo'ladigan. Keyin xuddi mana shu ko'rinishda silka kelib chiqadigan bo'ladi. Opublikovat mana shunday. Email parolni kiritasiz, bo'ldi, tayyor bo'ladi, opublikovat qiladi. Keyin silka beradi sizga, o'sha silkani kopiyalab qilib olasiz. Keyin xuddi mana meni masalan Telegram kanalidagi qo'yib qo'yganman masalan silkasini mana xohlasanglar kirib ko'rsanglar bo'ladi. Hamma ijtimoiy tarmoqlarni shunga joylaganman o'zim. Bitta bossangiz, xuddi shunday bo'lib chiqib keladi. Babelnet, TikTok, boyagi TikTok deb yozdik-ku, Telegram deb yozdik-ku. O'sha Telegramning ustiga bossangiz, xuddi mana shunday qilib nima qilsangiz bo'ladi. Mana bunda описание yozib qo'yganman. Ma'lumotlarni nima ish qilishim haqida Telegram, Instagram, YouTube'ni joylaganman. Sizga uchun Babelnet kanalining admin nimasini yozganman. Anaqasini hechkamni yozib qo'yganman, bo'ldi. Kim mana shu silkaga bossa, xuddi mana shunaqa bo'lib kiradi, mana shunaqa bo'lib chiqib turadi. Xuddi blogerlarga o'xshab. Lekin siz premiumni sotib olib, adashmasam $14 turadi. Rasm qo'ysangiz, bu yerda o'zingiz logoingiz yoki rasmingizni ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni premium versiyada. Bu lekin tekin varianti, mutlaqo tekin. Qolganicha foydalanasiz.